O'ylab qarasam, Jizzax shahriga anchadan beri konsultatsiya uchun bormamiz. Jizzaxliklar uchun konsultatsiya qilishni niyat qildik. Men 10 yillik tajribaga ega bolalar va kattalar nevrologi, neyroreabilitolog Shahzod Shohyusupov 10-may kuni, ya'ni shanba kuni Nova klinikasida o'z konsultatsiyamda kutib qolaman. Konsultatsiyam kimlar uchun? Ya'ni bolalardagi belini, bo'ynini tuta olmasligi, yura olmasligi, aqliy hamda nutqiy rivojlanishdan orqada qolishligi, ya'ni kasalliklar DTP, ZPR, mikrosefaliya, NRS, kattalardagi bosh, bel, oyoqlardagi og'riqlar, insult hamda grijalarni asoratlari va turli nevrologik kasalliklarni aniqlab, ularni davolashda yaqindan yordam beraman. Konsultatsiyaga yozilish uchun ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Ha aytgancha, konsultatsiyamizda joylar soni chegaralangan. Hoziroq qo'ng'iroq qilib, o'z joyingizni band qiling.